Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni Xazarbog' birinchi bo'limga o'rnatdik. Buni ko'rib baho berasizlar. Kimga narxi qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yubormang, oxirida aytib o'tamiz. Razmerni ham 4'ga 3,5. Listlari 1-1, 6'ga 4 qadamgina, pastarish verir. Qo'shib turlar video qilasiz. Bugungi 3-darvozamiz. 5 tadan taylariga 5 tadan ildirib, mashina qilib qo'yib berdik. Ishimizga ko'ra baho bering. Juda sifatli o'rnatildi. Mashina qilgan zamirlari, yopilishlari yengilgina. Shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilasizlar. Xudo xolasa, biz xizmatingizamizni qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Darvozamiz 1.200.000 ga bitta. Xudo xolasa, kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, telefon nomeriga bog'lansangiz o'rnatib beramiz chiroyli qilib. Shu videoni do'stlarga tashlab qo'ying. Obuna bo'lishda to'xtamaymiz. Like, kommentariya. Yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yoqdi deb so'zini yozib qoldiring. Rahmat e'tiborlar uchun.